Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa bugun 26-yil 2026-yil 24-mart. Xudo xolasa yaxshi niyatda Rossiyadan ishlab kelib 4 ta novvos oldim. Xudo xolasa mana barakasini bersin. Xudo xolasa kim niyat qilgan bo'lsa novvos baqaman deb niyatlariga yetsin. Xudo xolasa mana shuni 16 millionga oldim. Bugun yana qaytaraman 2026-yil 24-mart sanasi. Shuni 16 millionga oldim. Bunisini 15 millionga oldim. Xo'sh, bunisini ham 15 million bo'ldi. Eng chekkadagini 18,5 millionga oldim. Jicha kattaroq bulardan ko'ra. O'zi ko'rinib ham turgan. Video davomida ko'rinib ham turgandir. Hop. 4 ta novvos. Menga ikkitasi 15 dan 30 million, o'zi 16 million, 46 million hamda 46 millionga 18,5 million. 20 bo'lganda 66 bo'lardi. 64,5 millionga tushdi 4 ta novvos. Xudo xolasa shu kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar. Har kuni video joylab boraman. Bugun bozordan olib keldim. Sharxondagi Jo'ja mol bozoridan, seshanba mol bozori bo'ladi. Uyga olib kirdim. 1 litr benzin olib kelib, tumshug'ini, tuyoqlarini bir sepib, dezinfeksiya qildim. Shunaqa qilish kerak ekan. Mol olib kelganlar shunaqa dedi. Endi sizlar qanaqa usul qo'llaysizlar olib kelganda shuni menga kommentariyada qoldiringlar. Tuyoqlarini sepganimda mana shu mol tuyoqlari achishdi shekilli menimcha. Tuyoqlari achishib ancha aqa-baqa sakrab nima qildi. Shunda telefon qilib tanishimdan so'raganimda margan sopka qilib og'izlarini yana bir dezinfeksiya qilish kerak deb tavsiya berdi. Sizlarda qanday tavsiyalar bor? Kommentariyada qoldiringlar. Mana shu hozircha jigarlar. Kimga qiziq bo'lsa like bosib obuna bo'linglar. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Xudo xolasa mana shu novvoslar 30 million, 40 million, 50 millionlik bo'lsin. Niyat qilganlar bittadan like bosinglar.